Shu o'rinda uchburchakni, demak, teng yonli uchburchaklar haqida qisqacha ta'kidlab o'tgan yaxshiroq. Teng yonli uchburchaklar. Teng yonli uchburchaklar bu demak bevosita yon tomonlari teng uchburchaklar. Bular demak teng yonli uchburchaklar deyiladi. AB va BC teng bo'lgan holatda. Bulardan demak xulosa qilish mumkin. Asos AC asos, AB va BC yon tomonlar bo'ladigan bo'lsa, mana asosdagi burchaklarning tengligini ham aytish mumkin. Va shu o'rinda B dan chiqqan balandlik, mana B dan chiqqan balandlik, mana BY deydigan bo'lsak, mana BY B3 dan chiquvchi mediana balandlik va demak bisektrisa vazifasini bajaradi. Teng tomonli uchburchaklar ham bu yerda izoh berib o'tish joiz. Teng tomonli uchburchak. Bu barcha tomonlari teng. Bu demak mana izoh to'g'riroq. Bu mana AC asos, bu yon tomon, BC yon tomon. Teng tomonli uchburchak. Teng tomonli uchburchaklarda demak barcha tomonlar o'zaro teng. ABC uchburchakni oladigan bo'lsak, mana A 3tasi ham uzunligi A ga teng mana. Va ularning ichki burchaklarining barchasi 60 gradusdan. Teng yonli uchburchakda faqatgina asosga tushgan balandlik ham mediana ham bisektrisa vazifasini bajarsa, teng tomonli uchburchakda demak barcha balandliklar ham mediana ham bisektrisa vazifasini demak hammasi bajaradi. 30 dan gradusga bo'ladi mana. 30 gradus mana. Ular demak bisektrisa va balandlik vazifalarini bajarishi mumkin. Uchburchakning demak elementlari haqida gap ketganda, uning o'sha tashqi burchagiga ham alohida bir izoh berib o'tish joiz bo'ladi. Masalan, mana ABC uchburchak. ABC uchburchakning ichki burchaklari alfa, beta, gamma deb belgilaydigan bo'lsak, mana C3 dagi tashqi burchak deb, mana AC tomonining davomida hosil bo'lgan mana birorta bir M nuqta oladigan bo'lsak, mana burchak BCM uchburchakning demak tashqi burchagi hisoblanadi. U 180 minus gamma ga teng, ya'ni ACB burchakka qo'shni burchak bo'lgani bois uni 180 minus gamma deb aytish mumkin. Alfa plus beta plus gamma ichki burchaklar yig'indisining 180 gradus ekanligidan 180 minus gamma ayirma alfa plus betaga teng ekanligi kelib chiqadi. Bundan demak mana xulosa yasash mumkin. Mana ushbu burchak alfa plus betaga. Uchburchakning biror burchagining tashqi burchagi o'ziga qo'shni bo'lmagan ikki burchak yig'indisiga teng. Ahamiyat bering, BCM burchak o'ziga qo'shni bo'lmagan qolgan ikki burchak yig'indisiga teng. Yoki masalan A3 dagi birorta tashqi burchakni oladigan bo'lsak, mana Y burchak CAY bu 180 minus alfaga va bu ayirma beta plus gammaga teng bo'ladigan bo'lsa, CAY burchak ham o'ziga qo'shni bo'lmagan ikkita demak burchak yig'indisiga teng ekanligi mana ko'rinib turibdi. CAY burchak demak B va C burchaklar, ichki burchaklar yig'indisiga teng.